Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Insof Invest. Bugun bo'lim loyihasida airdropni muhim kriteriyalardan biri hisoblangan main pointslarni ko'rib chiqamiz. Eslatib o'taman, Bloom listingga oldingiga nisbatan ancha yaqinlashmoqda. Shu sababdan Bloomni muhim kriteriyalarni bajarib qo'yishimiz kerak agar yaxshi airdrop olish niyatimiz bo'lsa. Bloom listingga shu bahorda bo'lib o'tishi aytib o'tilgan, lekin aynan qaysi sanadaligi noma'lum va balki qoldirilishi ham mumkin. Va Bloomda airdrop olish uchun eng asosiy kriteriyalardan bittasi bu 750 main points yig'ish. Agar siz akkauntingizda 750 main points ishlanmagan bo'lsa, demak siz airdrop ola olmaysiz. Airdrop o'zi qanaqa ko'rinishda taqsimlanadi? Siz yiqqan Bloom points va main pointslar yig'ilgan holda ularning soniga qarab sizga airdrop taqdim etiladi. Albatta bunda main pointslarni tarozisi ancha og'irroq bo'lsa-da, shu sababdan ozroq yig'ib qo'yish ham zarar qilmaydi. Menda hozir 11220 ta main points bor. Kelinglar, bu main pointslarni qanaqa qilib oson va maksimal sodda yo'l bilan ko'paytirishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun bizga Bloom Trading bot kerak bo'ladi va ushbu botga kirib startni bosamiz. Kashlock tugmasini bosamiz. Kashlock tonni bosamiz va ko'rishingiz mumkin, bu yerda adresimiz chiqib keldi. Ushbu adresni ko'chirib olamiz va ushbu adresga 5 tonga yaqin yuboramiz. Va bir necha daqiqadan so'ng obnovit tugmasini bosamiz. Tonlarimiz kelib tushdi. Endi esa biz qiladigan ish quyidagicha bo'ladi. Biz ushbu bot orqali tonga USDT sotib olamiz va USDT ni yana qayta tonga almashtiramiz. Minimal yo'qotishlar bilan, ya'ni komissiyaga minimal summani to'lagan holda. Buning uchun asosiy menyuga qaytamiz. Kupить, продать tugmasini bosamiz. Ushbu adresni vstavit qilamiz. Bu USDT ni Ton blokcheynidagi adresi. Endi qiladigan ishimiz настроить slippage, ya'ni bu komissiyani foizi. Agar komissiyani foizi sizda baland bo'ladigan bo'lsa, buni maksimal kamaytirishingiz kerak bo'ladi. Bir qilsangiz eng minimal komissiya bilan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Ushbu tugmaga bosib, birni bosib qo'yamiz. Sizlarda 25 turgan bo'lishi kerak. Настроить summa покупки qilamiz. Bizda umumiy 5 ton mavjud. Shu sababdan 4 tonga sotib olishni belgilaymiz. Настройкаga 4 ton deb yozamiz. Chunki 1 ton komissiya uchun turgani ma'qul. Bo'lmasam, сделкamiz amalga oshmasligi xavfi bor. 4 ton yozamiz. Настройкamiz to'g'rilandi. Endi esa купить tugmasini bosamiz. Купить USDT qilib tasdiqlaymiz va tayyor, ko'rishingiz mumkin. 4 tonga $13.28 sotib oldik. Va endi ushbu USDT ni qayta tonga almashtirib qo'yishimiz, ya'ni sotishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun yana Kupить, продать tugmasiga bosamiz. Pastda продать tugmasi turibdi, продать bosamiz va продать tugmasini yana bosamiz. Va ko'rishimiz mumkin, 13.24 USDTlarimiz tonga aylanib tushdi hisobimizga. Endi esa Bloom botga kirib tekshiramiz o'zgarishni. Ko'rishingiz mumkin, pointlarimiz 12720 taga aylandi. Ya'ni har trading botdagi $10 сделка uchun sizga 750 main points taqdim etiladi va Bloomda airdrop olmoqchi bo'lgan barcha uchun 750 main points minimal airdrop kriteriyasi hisoblanadi. Ya'ni agar sizda 750 main points bo'ladigan bo'lsa, siz airdrop olishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa usulni bir necha marta takrorlash orqali main pointslarni ko'tarishimiz mumkin bo'ladi. Faqat bir narsani unutmanglar, komissiyadan yutqizishimiz mumkin. Slippage'imiz 1% turgani bilan komissiya tonda 0.1 yoki 0.1 tondan balandroqga yaqinlashib qoladi. Shu sababdan riskni hamma o'z bo'yniga olsin. Main pointslar ham airdropda muhim rol o'ynaydi. Bloom pointsga nisbatan ancha og'irroq yuk bo'lsa-da tarozida, shu sababdan main pointslarni ham yig'ib qo'yish kerak. Lekin yo'qotishlarga ham tayyor bo'linglar, chunki boya aytib o'tganimdek, ushbu botda komissiya yaxshigina yo'qotilishiga sababchi bo'lishingiz mumkin. Misol uchun, meni hisobimda 5 ton mavjud edi. Hozir kelinglar ko'rib chiqamiz. Hisobimda qancha ton qoldi? 483 ton qoldi. 0.17 ton komissiyaga ketib qoldi. Kim ortiqcha puli bo'ladigan bo'lsa, main points yig'ishlarni tavsiya beraman. Ushbu сделкani 5-10 marta takrorlagan holda.
Ushbu botni ssilkasini описаниеda qoldiraman va USDTni ushbu adresini ham описаниеda va Telegram kanalimizda qoldiraman. Bemalol ko'chirib olgan holda ushbu juftlik orqali Bloom Trading botda main pointslarni ishlashingiz mumkin bo'ladi. Va yana bitta bonusni ko'rishingiz mumkin. Dohod bo'limiga o'tadigan bo'lsangiz, Bloomda aynan Bloom botida trading qilganimiz uchun bizga yana 3000 main points taqdim etildi. Bu ham ajoyib bonus. Buni ham olishni unutmanglar. Ushbu botdan Solana va Tom blockchainidagi tokenlarni sotib olishda foydalanishingiz mumkin. Bemalol bot maksimal ishonchli. Agar siz bu botga tashlagan tokenlaringizni chiqarib olaman deydigan bo'lsangiz, shunchaki вывести все ton qilib ushbu joyga adresni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zingizni ton adresingizni va tasdiqlab yuborsangiz bo'ldi. Sizdagi tonlar o'zingizni asosiy hamyoningizga kelib tushadi. Umid qilamanki, video sizlarga foydali va manfaatli bo'ldi. Hamma ssilkalar описаниеda bo'ladi yoki Telegram kanalda. Like va podpiska orqali qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasiz.